Homiladorlikning birinchi haftasi. Bu hali sezilmaydigan, ammo hayotda katta o'zgarishlarni boshlab beradigan davr. Bu paytda homila hali shakllanmagan bo'lsa-da, ona tanasi allaqachon yangi hayot uchun tayyorgarlikni boshlagan bo'ladi. Bu ko'z bilan ko'rinmaydigan, ammo qalb bilan his etiladigan mo'jiza. Tibbiy hisobda homiladorlik hayzning birinchi kunidan boshlanadi. Shu sababli birinchi haftada urug'lanish hali sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ammo aynan shu davrda tana kelajakdagi farzand uchun eng muhim sharoitlarni yaratishga kirishadi. Bu kunlarda ayol ko'pincha oddiy hayotini davom ettiradi. Hali ichida qanday buyuk ne'mat bo'lishini bilmasligi mumkin. Ammo har bir hujayra, har bir gormon ona bo'lish sari asta-sekin yo'l ochadi. Homiladorlikning birinchi haftasi bu kutish davri, sabr, umid va ichki sokinlik davri hisoblanadi. Bu paytda sog'lom ovqatlanish, toza havo, yaxshi kayfiyat va ijobiy fikrlar juda muhim. Bu davrda ona o'z tanasiga quloq tutishni o'rganadi. Ortiqcha charchamaslik, zararli odatlardan voz kechish va kelajakdagi farzandi uchun mas'uliyatni his qilish boshlanadi. Hali qorinchada o'zgarishlar yo'q. Hali ko'ngil aynishi yoki alomatlar sezilmasligi mumkin. Ammo bu tinchlik oldinda keladigan buyuk jarayonning sokin boshlanishidir. Homiladorlikning birinchi haftasi bu kichkina, ammo juda muhim bosqich. Bu onalik sari tashlangan ilk qadam. Bu davrda har bir ona bilishi kerak, har bir homiladorlik o'ziga xos. Har bir yo'l alohida va har biri go'zaldir. Homiladorlikning birinchi haftasi hali bilinmagan, ammo allaqachon qalbdan joy olgan eng ulug' ne'matning boshlanishidir. Shunday ekan aziz ayollar, o'zingizni hamisha ehtiyot qiling. O'zingiz hamda kelajakdagi jajji farishtangiz uchun sog'ligingizni asrang. Ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Keyingi videolarimizda uchrashguncha.